bir bombalar ko'rsatadi va eng muqaddas sizlar kommentariyaga yozasizlar. Xullas, ba'da bizga birinchi savolimiz artdi. Menimcha bu ar chiqaradi. Bu bizda 30 ta TNT bor va hammasi portlat chiqaradi. Rosa ham ar chiqarar ekan. Ikkinchi mana bu ko'rishda asl TNTga o'xshayapti. Ozroq qadam bo'ling. Bu shunchaki uchirar ekan. Yo'q. Bu tayib ketmasak bo'lmaydi. Uchinchisi biz ko'rinishida ajoyib tunatga o'xshaydi. Wow! What the fuck? Yo, bola! Yo'qsa qotib boshlayapti, yo'q qotyapti. Gap yo'q. Hozircha eng zo'r menimcha shu. Big tunat. Bu ham kuchiga o'xshayapti. What the fuck? Uzoqroqda turmasak bo'lmaydi. Nima bu? Wow, daragisida ham kuchli. Endi bu nima? Menimcha bu uncha yaxshi emas. Shunga o'xshaydi. Men ham TNTlarni chat ko'raman. Afsuski u yerda yo'q, qaytib kelmaydi. Mayli, keyingi tunatimizga o'tamiz. Crash tunat. Bo'ldi, portlatamiz. Voy, sen yaxshiroq portla. Portlamadi buncha. Internet tunat. Qo'yil. Bunday ko'p demadimmi? Shunchaki menga bittasi yetadi. Chunki bittasi ko'rsatamiz. Internet chiqaradimi yoki har xil teleport qiladi. Voy. Biz qaytamiz. Qadu. Menga yoqmadi lekin. Firework. Demak bu har xil mana bu narsalarni fireworklarni o'chiradigan tunat. U chiroyli, lekin kuchli emas. Kuchsiz qadi. Bo'lmaydi. Bular ketdi allaqachon va endi biz mana bu mashqda hamma tunatlarni biz ishlatib chiqamiz. Yoki sizlar baho berasizlar. Shunday videolar ko'payishini xohlasanglar, kanalga obuna bo'ling. Wow! Juda ajoyib. Menimcha bu zo'r portlaydi. Zo'r. Bu ham birinchi o'rin ikkalasi ham tenglashdi. Ana big tunat bilan. Biz buni portlatamiz bu. Nargisi portlatish. Menimcha bu oltin chiqaradi. Umuman yo'qmaydi. Xayol qilib. Bu nima qiladi? Qadi? Jodosini ko'paytiradi ekan. Frozen tunat. Frozen JJ. Frozen arxiv. Muzlatadi. Yo'q, xor ekan. Menga yoqmadi bu ham. Most tunat. Ko'p tunatlar bo'lmaydi ekan. Sizlarga esa qaysi biri yoqqanini kommentga yozasizlar. Bu ham bo'lmaydi. Va sizlarga yoqqan bo'lsa, kommentga yozinglar. Qaysi tunat yoqqandi? Qaysi? Yoki biz enter olamga ketdik. Bu esa juda yomon. Demak biz davomli hisobda o'tkazar ekanmiz. Volqan san hech bo'lmasa san. Yaxshi. Lekin bo'lmaydi. Hozir men enter dragon yana videoga qaytamiz. Va bolalar har xil cheatlar qilib yana videoga qaytdik. Hamma tunatlar ko'rib chiqdim. Yaxshisini topa olmadim lekin. Buni ishlatib mushroom, rainbow, zo'rga o'xshaydi. Nether menga yoqqan. Nether. Qanaqa bo'lar ekan? Speed. Hammasi ham no'dan zo'r tunatlar jamoasi. Lekin bundan boshqa. Sassiq tashadi atrofda, bu ta'kidlasak bo'lmaydi sassiq. O'taylik. Shunda rang-barang TNT. Unda turaylik nima bo'lar ekan? Tiqilib qoldik. Voy, buz. Bu shunchaki rank bloklar. Yomon emas, Nether tunat. Nether tunat bo'l. Wow. Darroqda turaylik. Voy. Bu Netherda teleport qilar ekan. Ammo bu menga yoqmadi. Va yana oddiy qaytamiz. Bittadan o'zishga to'g'ri keldi, chunki men Netherda portlagan. Overworld ko'radi qoch. O'samiz overworldamiz. Hech nima qilmaydi, esutaydim ekan. Menga bu suvani chiqaradi menimcha. Qoch. Suvanda qo'rqamiz. Yo'q, qo'rqmaymiz, yo'q ko'ramiz. Ada. Men nima dedim? Endi bu uy chiqaradi menimcha. Biz shunga qo'yamiz. Bitta joy. Bitta kishilik joy. Qani tepasiga qurdi. Qani uyni ko'raylikchi, qanaqa ekan? Undan 0 ball qo'yaman. Yaxshi. Xafa bo'lmasa 1 ball qo'yaman. Shotda portlatamiz. Sekin tunat. Bizda bu sekin versiya qo'ymaydimi? Qoch. O'zi tunat degan. Speed tunat. Voy, qoch. Bizga har qanday zahar tegishi mumkin. Bo'lmag'ir tunatlar bor ekan, bo'tam. Shuncha hammasini tashlab yuboramiz. Baribir ham tashlash kerak. Va so'nggi tunatlar shekilli. Mana, bo'ldi. Qani tunat. Qani. Qani sen qo'tarda shuning uchun shunaqa bo'ladi. Portla. Bu misalga skeleton, bu skelet chiqaradi. Bizga esa bunday muammolar kerakmaydi. Men nima dedim? Bittasini chiqaradi, bu mag'ir tunat. Sponge tunat, bu menimcha machalka chiqadi. Biz sassiq tunat. Qaniydi mana shu tunat juda ajoyib bo'lsa.
lekin bu shunchaki ertaklarda bo'ladi. Wow! Nahotki ajoyib. Bu eng zo'ri bo'ldi, ko'rdinglarmi? Menga eng yoqqani shu bo'ldi. U endi qaniydi shu ham zo'r tiniq bo'lsa, lekin bu shunchaki ertaklarda bo'ladi. Aytdim-ku. Eng zo'r tiniq hozircha mana bu. Va oxirgi tiniq. Sen eng yaxshi bo'lolmaysan menimcha. Ha. Vo, menga bu yoqmadi. Va ko'proq yoqqan edi. Zombi tiniq. Zombi chiqarar ekan. Qani mana shu tiniqni botdan portlatib ko'raylikchi. Qani endi aralashmani ko'ramiz. Hammaga xayr, shu bilan videomiz tugadi. Ko'rganlaringiz uchun kattakon rahmat. Xullas, obuna bo'lmay qolsanglar, obuna bo'lmagan tirbizak.